Hurmatli do'stlar, mana bugun klinikamizga mehmonlar keldi. Bu bemorimiz bizga 2023-yil dekabr oyida murojaat qilib kelgan. Urug' foizi soni 0 edi. O'sha paytda azospermiya holati. Mana oradan 2 yil vaqt o'tdi. TZ amaliyoti, UPO amaliyotlaridan keyin mana shunaqa shirin qizaloq dunyoga kelibdi bularda. Bular 8 yillik bepushtlik bilan murojaat qilib kelgan o'sha paytda. 2 marta TZ amaliyotini o'tkazdik. 3 marta ayollari UPO bo'ldi. Mana 3-chisida mana natija bo'ldi. Natija hech qachon bir marta bo'lmasligi mumkin. Bir martada. Yana harakat qilish kerak. Harakat qilgan odamga Alloh beradi. O'zlaridan ham ozgina fikrlarni eshitasizlar. Bizgacha nima qilingan, qanaqa davolash choralari qilingan, o'zlari ozgina ma'lumot beradi. Ko'p doktorlarga bordik. Shu urug' foizi 0 bo'lardi. Вообще o'zgarish bo'lmadi. Hech qayerda qilmagan litseniyamiz qolmadi. U qimmat ko'lidan tortib hamma ko'llarni oldik. Oxiri mana masjidga keldik. Operatsiya bo'ldim. 2 martalab. Bir martada martada bo'lmadi. Ikkinchisida bo'lib tushib qoldi. Uchinchisida mana ushadi. Asosiysi umid so'ndirmaslik kerak, xullas. Shunaqa bemorlar agar kuzatayotgan bo'lsa, mana bular misoli hech qachon umid so'ndirmanglar. Barcha harakat qilsanglar, Xudo xolasa hammasi yaxshi bo'ladi. Bu farzandi tug'ilishida bitta bir kishini hissasi yo'q emas. Hamma o'sha jamoa bilan harakat qilganmiz. Embriologimiz, reproduktorlarimiz hammamiz jamoaviy harakat qilganmiz. Mana natijaga erishdik. Embriologimiz ham hozir sizlarga ma'lumot berib o'tadi. Doctor, I want to explain in Persian language. سلام خدمت دوستان. ما امروز یه مهمون کوچولویی داریم. بعد از 8 سال انتظار با در واقع علت آزواسپرمی و عدم وجود اسپرم با همکاری های دکتر طاهر عمل جراحی میکروتسه انجام شد و اسپرمایی که به دست اومد ما تونستیم یک جنین خوشگل به دست بیاریم و بعد از انتقال به داخل رحم خدا رو شکر الان این کوچولو دختر خانم ناز عایشه خانم به دنیا اومدن و خانوادهشون اومدن اینجا به ما سر بزنن. خیلی خوشحال هستیم. بعد از 8 سال انتظار 3 بار عمل جراحی همسرشون، 2 بار عمل خودشون و در نهایت بعد از یک مجادله طولانی مدت خدا رو شکر تونستن صاحب فرزند بشن. خیلی ممنون از توجهتون.